Ha, to'g'ri aytyapsiz. Kattalaydi deb kattalar. Hozirda tushib turadi. Barchaga salom alaykum hurmatli obunachilar, barchangizga sog'lik salomat tilaymiz. Bugungi videomiz xohlasa o'zimiz boqib yurgan tovuqlar sotiladi. Qora tovuqlardan, qora shahzodadan ham bor. Qora shahzoda 10 ta, 7 ta, 8 tacha qora shahzoda bor. Qolgani o'zimizning joylari hashaki tovuq qorasidan bor. Sotiladi xohlasa 3-4 oydan keyin tuxumga kiradigan tovuqlar, qiziqqanlar nomerimizni yozib qoldiramiz, telefon qilib narxini kelishamiz. Kelishilgan holda qiziqqanlar shu uyda tovuq boqib ko'paytirmoqchi bo'lganlar bo'lsa telefon qilib bemalol narx bilan kelishamiz. Xudo xohlasa telefon qilaverasizlar. O'zimiz boqqan, o'zimiz uyda boqib yurgan o'sha go'jaligidan olib katta qilgan tovuqlar, o'rdaklar ham bor. O'rdaklarda ham kelishib bo'lsa, xudo xohlasa sotilaveradi. Mana hammasi qora tovuq. Hech qanaqa aralashgan nimalari yo'q. Hashaki jaydari qora tovuqlardan, qora shahzodalardan ham bor. Mana o'sha kattasi yurgani qora shahzoda. Bu narada ham yana bitta bor. Nomeri opisaniyada yoki video ostida bo'lishi mumkin. Telefon qilib qiziqqanlar telefon qilishingiz mumkin. Manzilda ham aytib o'tadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Paxtakor qishlog'ida telefon qilib yana bir qator kelishaveradi. Mana o'rdaklar ham katta bo'lib qolgan. Qora shahzoda nechta hozir? 5 ta, 6 ta qora shahzoda bor. Qolgani qora tovuq. Toshkent. Katta bo'ladiganlar o'zimiz zakaz qilib olib kelgan qora tovuqlar bor. Telefon qilsangiz yana narxidan kelishaveramiz. Hali aniq narx chiqqan yo'q. Tovuqni bilib yurgan odamlar bo'lsa, narxini bilib yurganlar bo'lsa telefon qilsangiz yana bir qator kelishaveramiz.